Farg'onada birinchi maydon ichimlik va oqova suv xizmatlari narxlari oshiriladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Farg'ona viloyatida ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlari uchun yangi narxlar tasdiqlanadi. Viloyat hokimligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 24-aprel kuni xalq deputatlari viloyat kengashining tegishli qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, birinchi maydan boshlab narxlar quyidagicha bo'ladi. 1 metr kub ichimlik suvi narxi aholi uchun 3448 so'm, amalda 2128 so'm, budjet va boshqa tashkilotlar uchun 6944 so'm, amalda 3350 so'm, oqova suv xizmatlariga aholi uchun 728 so'm, amalda 504 so'm, budjet va boshqa tashkilotlar uchun 17336 so'm, amalda 870 so'm. Bunda narxlar QQSni hisobga olgan holda keltirilgan. Hujjatda qayd etilishicha, yangi narxlarni belgilash, ishlab chiqarish va ish haqi xarajatlari o'sishi bilan izohlanadi. 1-apreldan Samarqandda ichimlik va oqova suv xizmatlari narxi oshirilgandi. Aholi uchun 1 metr kub ichimlik narxi 2800 so'mni, yuridik tashkilotlar uchun esa 6700 so'mni tashkil etgan edi, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.